Assalomu alaykum jigarlar. Erka bilan Marsel Yerevanda minutga jangini o'tkazibdi, ko'ringlar akalar. Bu Marselda kurashchi, bu greplinchi deysizlar akalar, bu normalniy stoychilik bular stoykaga solishadi. Men Erka bilanda bunaqa stoyka kutmagandim. Endi bilmadim, vazn tashlagandir balki. Balki unaqa bilmadim, buni formasini O'zbekiston anosi auditoriya MMA muxlislari deydi-ku. Ammo emaillatib oraman, ishoninglar akalar, maqtanyapti. Katta gapirma, uydi deb asabga tegmanglar. Agar mana shu stoyka gap bo'lsa, emaillatib uraman. Ammo Marsel ham katta ekan akalar. Men buni kurashchi deb yurardim. Yo'q, stoykasi ham yaxshi. Endi bilmadim, jangda qanday bo'ladi. Birinchi raunddan keyin charchab qolmasa yoki qanaqadir moshni deb o'tkazib yubormasa agar Marsel ochkolar hisobiga mashinaga urishib agar yutib ketishi mumkin. Ikkalasiga omad tilaymiz. Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham bovurlar, hammasi o'zimiz musulmon. Lekin Marsel ham qattiq solishdi. Jangni ko'ringlar akalar, dahshat bo'ladi.